bitta qadam. Shu darslarni eshitib, ertasi kuni tatbiq qilishlikni boshlab, agar hayotingizga kirgizib olsangiz, o'zi 3 tasini qoyim qilib qo'ysangiz, shu sabablarni o'sha hayotingiz zo'r bo'lib qolganini sezasiz. Siqilishlar, qo'rquvlar, xavotirlar, asablar nima bo'ladi? O'rniga tushadi. Hadeb uspokaytini icha olmaysiz. Hadeb psixologga bora olmaysiz. Mana birodarlar, hammamizga ma'lum, odamlar orasida har xil mishmishlar tarqaydi. Maza bemaza gaplar, asosi bo'lmagan oldi qochdi so'zlar. Qayoqdan keladi ular? Bir o'ylab ko'rganmisizlar? Kim tarqatadi ularni? Kimlar shunga o'xshagan ishlar bilan band bo'ladi? O'ylab ko'rganmisizlar? Odatda bunaqa mishmishlarni, asossiz bemaza vahimalarni tarqatayotganlar bekorchilar bo'ladi. Bekorchilarning hunari g'iybat. Shunaqa maqol bor ekan. Bekorchining